Давление bu yerda matka уже. Vлагалище emas, uchdi, endi undan keyin matka ham. Tazni ichida matka, qin, truba, tuxumdon hammasi mana shu holatda joylashadi. Uni svyazkalari bor, boylamlari ushab turadi. Ana shu svyazkalar bo'shashni boshlaydi 25 yoshimizdan keyin, qo'yib yuborishni boshlaydi. Endi unga bizning turmush tarzimizni, jinsiy hayotimizni, tug'ruqlarning soni qo'shiladi. Ana shuni hisobiga bular pastlashishni boshlaydi. Agarda bu yerda qinni o'zi bo'lganda Kegel mashqi yordam berardi. Qin mana shu 8 sm bo'lishi kerak bo'lgan a'zo hozir bachadon bo'yni bu yoqda tursa agar bu 8 sm. Bu yerdan ko'rinib turibdi bachadon bo'yni, почти 4 sm qin qolgan, sheyka pastda. Sheyka umuman matka pastda, o'shani hisobiga qin 4 sm bo'lib ko'rinyapti bizga. Tushishi bor. Endi tug'ruqni plan qilmasangiz buni ko'tarish kerak. Faqat yoshlik paytimizda, yuragimizda o'zgarish yo'lida operatsiyalarni ko'tara oladigan vozrastda bo'lganimiz uchun ko'tarish kerak. Endi bu amaliyotdan keyin bir oygacha o'tirish mumkin emas, nagruzkalar mumkin emas. Ana o'shanga sharoitingizni mo'ljallab, sekin ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi joyiga. Bekorga vaqtingizni o'tkazib Kegel qiling yoki hozir mana moda bo'ldi, lazer qiling deganlar bular bemaqsad ishlar. Shuning uchun